Assalomu alaykum hammaga. Bugun men sizlarga Cherry Tiggo 7 Pro restyling modelini kichkinagina obzorini qilib beraman. Bemalol joylashib ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, operator yaqinroq kelamiz. Modelimiz do restyling bilan farqini aytib o'taman. Birinchi o'chirtda farqi, oldi oblisovkalari juda ham boshqacha ko'rinishda, yaqinroq ko'rsatsam bo'ladi. Juda ham chiroyli viddan ishlangan, даже oldi bamperlari, faralari juda ham boshqacha. Ko'rib turganinglardek, diskalari ham уже o'zgargan. Diskalari juda ham chiroyli diska qo'yilgan. Beskulchoy dostuplarimiz bor. Salonga keladigan bo'lsa, komforti. Xo'p, ikkita splashnoy monitorlar, sensor monitorlari. Multimedia rul juda ham chiroyli qilib ishlangan. Hozirgi kunda 8 Pro gibridlarda shunaqa rul chiqyapti. 7 Pro da ham shunaqa chiqyapti bir xil. Bu yo'la karbondan ishlangan, ya'ni karbonga o'xshatib ishlangan bo'ladi. Sidena podogreflari, pamitlari bo'ladi. 1, 2, 3 ta rejimda o'zini pishalkalari bilan birga. Mashinamiz juda ham yumshoq, mягкий ancha, dinamikalari juda ham quloqqa yoqimli bo'ladi. Mashinamizning eng asosiysi foizsiz muddatli to'lovga olishinglar mumkin. Faqat Cherry ADM Astor Olmazor filialida kelsanglar bemalol minib ko'rib olsanglar bo'ladi. Mashinamizda sport, standart, ekonom, snack rejimda harakatlanadi. Kelib o'zingizlar ko'rib bemalol mana ko'rayotganinglardek deylik mashinaga o'tirib olsangiz, shimingizga tegadi, shimingiz kirib bo'lmaydi. Sababiki eshigimizni polni tigidan birga yopiladi. Ya'ni har doim bu toza bo'ladi. Mashina chirishini oldi olingan. Zapchastlariga keladigan bo'lsak, Cherry modelini butun dunyoda, butun Yevropa bo'ylab zapchaslari muammo emas. Hozirgi kunda mana orqa bagajlarni ko'rsatamiz. Orqa bagajlar juda ham keng, shtorkalari bor. Shtorkalari bor. Buni o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Dakatka, zapas, hamma narsalari bor. Ключ, stop znaklari. Bu shtorkani ham benzinga, ya'ni benzin rasxodiga ta'sir qiladi. Nimaga desanglar, bu yerda sirkulyatsiya hisobiga bu shtorka qo'yilgan. Ya'ni konditsioner yoqqaningizda siz shtorkani yopib qo'yasiz, ya'ni sirkulyatsiya kamroq aylanish hisobiga mashinangiz tezroq muzlatib beradi. Mashinamizning akkumulyatori o'chib qolibdi hozir. Yana orqa videoga keladigan bo'lsak, faralar juda ham neobычный qilingan, faralar o'zgarishlar katta. 7 Pro, ya'ni do restylingdan anchagina farq katta mashinamizning. Gabariti почти bir xil. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 299 million 900 ming so'mga 345 million 344 million 900 ming so'm, ya'ni ikki xil paysada chiqqan. Buni xohlasanglar foizsiz muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni boshlang'ich to'lov 30% bilan siz olib chiqib ketishingiz mumkin. Peniyalasiz, ribosiz bo'ladi. Bemalol kelsanglar, xudo xolasa sizlarga mana shu modelni o'zingizlar nomingizga rasmiylashtirib beramiz. Faqatgina Cherry ADM Astor Olmazor filialida hammanglarni kutib qolamiz. Hammaga rahmat.